Ayimga past chiqqan ayollarda follikulni o'stirish uchun nimalar qilishimiz kerak? Ayimga degan gormonimiz, ya'ni antimüller gormonimiz bu birlamchi follikullar zaxirasini ko'rsatadigan gormon. Zaxira kam bo'ladigan bo'lsa, buni o'stirishning imkoniyati yo'q. Ya'ni ayimga past chiqqan ayollarga biz tabiiy holatda qandaydir yordam bera olmaymiz. Ko'pincha bu ayollar eko qilishga to'g'ri kelishi mumkin yoki homiladorlik ko'zda tutilmagan bo'lsa, ma'lumki follikullar zaxira oydan oyga kamayib boraveradi. Homiladorlik ko'zda tutilmagan bo'lsa, aynan hozirgi paytda va kelajakda homiladorlik rejalangan bo'lsa, u holatda follikulni olib turib muzlatib qo'yish kerak bo'ladi. Ertadan keyin ayol yoshi yana ham katta bo'lib, oradan 1 yil 2 yil vaqt o'tgandan keyin bu zaxira ham qolmaydi. Erkaklarda spermatozoidlar kunda hosil bo'ladi. Million spermatozoid hosil bo'ladi. Lekin ayollar o'zi tug'ilgan paytda nechta follikul bilan tug'ilgan bo'lsa, vaqt o'tgan sari shu follikullar kamayib boraveradi. Bularda yangi follikul hosil bo'lmaydi. Agar ayimga past chiqsa, follikullar zaxira past bo'ladigan bo'lsa, uni ko'paytirishning imkoniyati yo'q.